Assalomu alaykum azizlar. Ushbu videodagi dastur faqatgina chakana do'koni borlar yoki shunaqa do'kon ochmoqchi bo'lganlargagina mo'ljallangan. Bilamiz, hamma chakana do'konlarda ham xuddi Korzinka, Makro va shunga o'xshash marketlardaqa post terminallarini o'rnatib, kirim-chiqim operatsiyalarini uzluksiz va zudlik bilan hisob-kitob qilib borish imkoniyati yo'q. Ko'pchilik do'konchilar bir oyda bir yo yilda bir o'zimiz tilda aytganda elakni ko'tarishadi va grubiy hisob-kitob qilishadi va shuncha foyda qilibman degan fikrga kelishadi. Bu usul har holda hisobsiz yurgandan ko'ra yaxshi. Shularni inobatga olib, eng minimal ma'lumotlarni kiritib borish orqali har oylik foydani anchayin aniq hisob-kitob qilib borish uchun chakana savdo dasturini e'tiboringizga taqdim qilmoqchiman. Dastur ko'rib turganingizdek mana shu 4 bo'limdan iborat va biz kunlik operativ ma'lumotlarni xaridlar bo'limida qayd etib boramiz va qolgan barcha hisobot shakllari deyarli mana shu kiritgan ma'lumotlarimiz asosida avtomat shakllanib chiqadi. Keling, jarayonlarni qadamma-qadam tushuntirib o'taman. Birinchi qilinadigan ish mana bu tovar bir hisobot shaklimizda tovarlar umumiy ro'yxatini shakllantirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu jarayon dastlab bo'ladi va keyinchalik yangi tovar qo'shilsagina biz yangi tovarni demak pastki qatorlardan qo'shib ketishimiz mumkin. Va oy boshidagi qoldiqqa miqdor va narxni avvalgi oydagi ma'lumotlarni ko'chirib olib o'tib qo'yishni o'zi kifoya qiladi. Bizdan talab qilinadigan yagona ish oy yakunida inventarizatsiya natijasidagi demak har bir tovarimiz bo'yicha qoldiqlarni miqdor ko'rinishida kiritib qo'yishni o'zi yetarli. Qolgan narx va summalar o'zi avtomat bizda shakllanib chiqadi. Va ikkinchi tovar 2 hisobotimiz esa mana shu tovar 1 demak shaklimizni ayni o'zi, lekin bu yerda bizda bir qancha moliyaviy tahlillarni demak osonroq ko'rish va shu asosda qarorlar qabul qilish uchun bizi shablonimiz demak shunga moslashtirilgan. Ya'niki biz mana yuqoridagi tugmalar orqali xohlagan shaklda demak ma'lumotlarimizni mana bunday tartibda saralashimiz mumkin. Ya'ni oy boshiga eng ko'p bo'lgan tovarlarni demak ko'pdan ozga qarab yoki sotuv bo'yicha eng ko'p sotuvlarimiz yoki sotuvlarimizning summasi bo'yicha eng ko'p sotuv summasidan pastga qarab demak shakllantirib, ma'lum bir qarorlarimizni shunga qarab ham demak shakllantirsak bo'ladi. Hozir biz kirim ma'lumotlarini demak yozib borganimizdan keyin bu yerda ma'lumotlarimiz ko'payadi, oy oxiriga qoldiqlarimiz ko'rinadi. Shu asosda biz bir qancha demak bu oyda qaysi tovarlar ko'p sotildi, qaysi tovarlarimiz ko'proq xarid qilib qo'ydik va hokazo oy yakunida qaysi tovarlarimiz ko'proq qolib ketyapti. Shunga o'xshash ma'lumotlarni demak osonlik bilan ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Keling, demak biz xaridlar bo'limida mahsulotlarni, ya'ni tovarlarni xarid qilishni boshlaymiz. Demak, bu yerda bugungi kunda bilamiz, xaridlar bu o'sha do'konchilar bozorlarga borib, demak, optim tovarlarni xarid qiladi yoki bugungi kundagi holat dilerlar o'zi ma'lum bir tovarlarni o'zlari do'konchilarga olib kelib berishadi. Masalan, deylik 1-yanvar holatiga masalan bizda bor tovarlarimiz mana kofe miqdori masalan 100 birlik deylik 60 ming so'mdan yoki yana mana har birini keling kiritib olamiz. Masalan, pufak yoki mana bunday tartibga kirsak bo'ladi, semichka ermak yoki yana semichka jin bo'lishi mumkin-ku, shunaqa narsalar bor. Masalan, jivachka bor yoki mana kolbasa va hokazo. Demak, shakardan 20 kilogramm, pufakdan 100 dona, bundan 20 dona, 15, masalan bundan deylik 3 korobka, kolbasadan masalan 30 kilogramm bo'lsin. Narxlari endi shunchaki qo'yib ketaveramiz. Masalan 15 ming, bu pufak arzonroq, semichkalar deylik 25 ming, 20 ming, jivachkamizni masalan korobka hisobida oladigan bo'lsak, masalan 60 mingdir. Kolbasamiz ham masalan 75 minglik kolbasa bo'lsin. Va sanasi masalan bizda 1-yanvar bo'lyapti. Bu shunchaki ma'lumot sifatida. Birorta otchetni hisobotini shakllantirishda ahamiyatga ega emas, lekin ma'lumot sifatida biz yozib qo'yishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi va qo'shimchasiga qanaqadir izohlarni kiritishimiz mumkin. Endi bu ma'lumotlarimiz bizni tovar 1 hisobot shaklimizda qanday demak namoyon bo'ldi. Endi bizda mana ko'rib turganingizdek, mana bu kirim qilgan tovarlarimiz mana shu kirim ustunlarida paydo bo'lyapti va tabiiyki bu mana oy boshidagi qoldiqqa qo'shilib sotuv miqdorlarimizni demak narxini avtomat shakllantirib beryapti. Ya'ni o'rtacha Aveko usuliga asosan mana 1,5 millionga 6 million, 7,5 million va 130 birlik
deylik kofemiz hosil bo'lyapti va narxi 57.692 so'mdan bizda paydo bo'lib qolyapti. Endi biz oy yakunida inventarizatsiya o'tkazamiz va mana bu joyda yozishimiz kerak. Deylik, masalan, bizda 30 birlik kofe qolgan bo'lsin. Demak, bizda mana 100 birlik kofeni sotgan bo'lyapmiz. Yoki mana shakardan 40 kilogramm bo'lsa, deylik 10 kilogramm shakarimiz qolgan. Pufak. Demak, 10 dona pufak qolsin, 35 ta. Bu 45 ta hammasi sotilgan bo'lsin. Jivaskadan masalan 3 korobka qolgan bo'lsin, kolbasadan deylik 5 kilogramm qolgan bo'lsin. Va mana shu ma'lumot asosida bizdagi sotuvimiz xuddi bizni avvalgi dasturlarimizni teskari hisob-kitobi. Ya'ni biz oy boshiga kirimni qo'shardik va sotuvni ayirardik. Oy yakunidagi qoldiq avtomat shakllanardi. Endi bizni do'konlarimiz chakana savdo bo'lganligi uchun har bir sotuvni alohida qayd etib borish imkoniyati yo'q. Shuning uchun biz eng yaxshi yo'l oy yakunidagi inventarizatsiyani o'tkazish ma'lumotlarini mana kiritib qo'yamiz. Shu asosda bizda, demak, teskari hisob bo'yicha sotgan mahsulotlarimizni miqdori avtomat shakllanib boryapti va shu asosda bizdagi eng asosiy ma'lumot mahsulotimizni tannarxi ham shakllanib chiqyapti. Xo'p, endi bizni keling tovar 2 hisobotimizni ham bitta ko'rib qo'yamiz. Mana ma'lumotlarimiz bir qancha shakllandi va bularni demak xohlagan rakursda mana bunday tartibda ko'rsak bo'ladi. Bu juda qulay va foydali bo'lgan ma'lumotlar. Ya'ni biz bu oyda eng ko'p nima xarid qildik? Ya'ni 100 birlik kofe yoki 100 birlik pufak yoki mana 30 kilogramm kolbasa va hokazo, yoki summa jihatidan katta demak tovarlarimizni ham ko'rishimiz mumkin va eng asosiysi mana sotuv bekorga mana bu gistogrammani qo'yib qo'ymadim. Eng ko'p sotgan tovarimiz, ya'ni miqdor nuqtai nazaridan mana pufakni ko'p sotibmiz, kofe, kolbasa va hokazo. Yoki summa jihatdan qaraydigan bo'lsak, mana bizda eng ko'p demak oborotimizni aks ettirgan tovarimiz bizda kofe bo'lyapti. Va hokazo oy yakuniga ham eng ko'p qolgan tovarlarimizni ko'rishimiz mumkin va summa jihatdan ham bularni mana bunday tartibda ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi va oxiridagi filtrimizni biz mana krestikni olib tashlab yig'ma demak mana bunday materialniy отчетimizni demak mana shu do'konimiz uchun ham shakllantirish imkoniyati paydo bo'lyapti. Endi eng yakuniy mana bu fin balansimizni kirib ko'radigan bo'lsak, bizdan talab qilinadigan ma'lumotlar mana shu, mana o'zi mana bunaqa belgilarni qo'yganman. Mana shu ma'lumotlarni kiritib qo'yishimiz kerak. Ya'ni oy boshiga tovarlar qoldig'i bizda avtomat o'zi shakllandi. Ya'ni 4.360 minglik tovarimiz biz mana bu yerda, keling mana bundan ko'raylik. 4.360 minglik tovarimiz demak oy boshiga turibdi. Oy yakuniga bizda 4.196 ming. Bu yerni ko'radigan bo'lsak, mana oy yakuniga 4.196 minglik tovarlar qoldig'i ko'rinib turibdi. Endi bizda oy boshiga haqlarimiz, ya'ni mijozlardan ko'pchilik temir daftar deydi. Temir daftariga yozib qo'ygan umumiy mijozlardan haqqini yig'indisini yozib qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni 1,5 million bizni ko'chada haqlarimiz bor. Va kassadagi pullar. Endi bu yerda kassada deganimizda naqd pullarimiz, kartadagi pullarimiz va yoki shotdagi pullarimizni yig'indisi mana shu joyda jamlanmasini yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bizda xuddi kichkina balansimiz hosil bo'lyapti. Umumiy aktivlarimiz bizda 8.860 ming tashkil etyapti. Endi oy boshiga qarzlarimiz. Biz tabiiyki поставщикlardan tovar olamiz, ba'zida nasiyaga, ba'zida naqdga va hokazo. Shu holatdagi yig'indi mana bu qarzlarimiz summasini yozsak, bizda sof aktivimiz kelib chiqadi. Ya'ni buxgalteriya nuqtai nazaridan endi bu yerda to'g'ri o'sha hali aytganimdek asosiy vositalar, ularni eskirishi va shunga o'xshash ma'lumotlar keltirilmagan. Ya'ni do'konchilar uchun juda ham oddiy, sodda va ayni o'zlari hisob-kitob qilayotgan usulni chiroyli bir qolipli ko'rinishi mana shunday tartibda demak hisob-kitob qilib borilyapti. Demak, oborotimiz, sof oborotimiz bizda 6.860 ming tashkil etyapti. Ya'ni biz do'konni yopdik, hamma tovarlarimizni demak sotdik, o'ziga sotsak, mana bunday holatda haqlarimizni yig'ishtirdik, pullarimizni yig'ishtirdik va qarzlarimizni berganimizdan keyin bizni qo'limizda mana shu pul qolyapti hozirgi holatga. Endi oy yakuniga yana biz demak haqlarimizni yozamiz. Ya'ni 31 masalan deylik yanvar holatiga deylik mijozlardan 1 million haqqimiz qolyapti va kassada deylik 4,5 million so'm pul hosil bo'lyapti. Lekin oy oxiriga qarzlarimiz deylik
500 ming so'm qarzimiz qolibdi. Va bunda bizni оборотimiz o'sgan. Tabiiyki bu yerdagi farq bizni foydamizni ifoda etyapti. Bu yerda xarajatlar va shunga tegishli bo'lgan moddalar o'zi avtomat yo'qolib ketyapti. Ya'niki bizni mana bu pullarimiz hisobiga xarajatlar shundoq chiqib ketgan va shu natijasida bu farqlarni o'rtasidagi farqimiz mana bu yerda bizda aks etyapti. Ya'ni bu oyga sof foyda yoki zararni ko'radigan bo'lsak, biz mana bu oyda 2.336.000 sof foyda bilan chiqqanligimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunday tartibda do'konlarni, demak, oy boshi va oy oxiridagi xuddiki balanslarini solishtirish orqali biz ularni bu oygi foydalarini mana shunday tartibda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, dastur bo'yicha murojaat uchun pastda havola qoldiraman. Chakana do'koni borlarga albatta dasturdan foydalanishni tavsiya qilaman. Minimal harakatlar bilan eng kerakli hisobotlarga ega bo'ling va yana qo'shimchasiga har bir tovarlarni alohida raqamlarda tahlil qilib, to'g'ri qarorlar qabul qiling. Demak, buguncha shular. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.